أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah yolida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi 7 boshaq chiqargan. Har boshqida 100 taldan don tutgan bir tal uruqqa o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga uning ajrini hassilab beradi. Allah marhamati keng, hammani bilguchi zotdir. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilarga Robbining dargohida xos mukofotlar bor. Ularga qo'rqinch yo'qdir. Ular hargiz qayg'urmaydi. Yaxshi so'z va kechirib o'tish aziyat agishib keladigan sadaqadan afzaldir. Allah bandalarining sadaqasiga muhtoj emasdir. Gunohkorni jazolashga oldirab ketmaydigan zotdir. Ey iymon etganlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kishiga o'xshash bergan sadaqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Bundaq odam xuddi ustiga to'pichan qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib, burunqidek bo'lib ketgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda savobdan hech narsaga ega bo'la olmaydi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Pul mollarini Allohning roziligini izlagan va Allohning va'dasiga chin ko'nglidan ishongan holda sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 hassa ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lolmasa, shabnam bilan qonadigan, ya'ni ikkili holatda meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Allah qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Aranglardan xo'rmilik, üzümlik, ostidan o'stanglar eqib turadigan, mevalarning hamma xillari tepiladigan bir beg'i bor biraylan o'zi qiyirib qolgan, bolalari texi kichik chog'da bu bog'ning bir qori bo'ron elib kelgan o't uchqunida kuyib ketishini yoqtiramdi. Sizlarning fikri yurgizishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini mushundaq bayon qiladi. Ey iymon etganlar, sizlar halol kasb bilan qo'lga keltirgan va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalarning yaxshilaridan sadaq qilinglar. Sizlarga berilsa, ko'zinglarni yumib turib olmasanglar, olg'inglar kelmaydigan nacharlarni sadaq qilishga urinmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadaqaga muhtoj emasdir. Madhiyaga loyiqdir. Shayton sizlarga piqirlik bilan tahdid soladi. Sizlarni yomon ishlarga buyuruydi. Allah sizlarga o'z dargohidan mag'firatni va fazlini va'da qiladi. Allahning rahmati va mag'firati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Allah hikmatni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nimani xayri saxovat qilsanglar yoki Allah yo'lida nimani va'da qilsanglar, Allah uni albatta bilib turadi. Pul melini gunoh ishlarga sarf qilib, o'ziga zulm qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadaqani oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, sizlar uchun texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarni yo'qqa chiqaradi. Allah sizlarning qilayotgan amalinglardan xabardordir. Ey payg'ambar, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas, lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Pul melinglardan nimani xayr saxovat qilsanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar xayr saxovatni faqat Allohning roziligi uchun qilinglar. Pul melinglardan nimani xayr saxovat qilsanglar, uning ajri sizlarga to'liq beriladi. Sizlarga hargiz zulm qilinmaydi. Xayr saxovat o'zini Alloh yo'liga atgan
Şunu tirikçilik üçün yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsillarga qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilamaganligiga qarab, ularni boymikin deb qoladi. Ularni, ya'ni namratligini turqidan bilib olaysan. Ular kishilarga choplashib olib tilamchilik qilmaydi. Pul melinglardan qandoq narsani xayri saxovat qilsanglar, Allah haqiqatan uni bilib turadi. Pul mollarini kech kunduz yushurun va oshkori yo'sinda xayri saxovat qiladiganlarga kelsak, ularning mukofoti Robbining dargohida to'liq beriladi. Ularga qo'rqinch yo'qdir. Ular hargiz qayg'urmaydi. Jazoni yeganlar oxiratda qabrlardan faqat jin chepilib qolgan sarang odamlardekli qo'pidi. Bu shuning uchundirki, ular haromni halol sanab, savdo setiq faqat jazoniga o'xshashdir. Ya'ni jazonida ziyoda elish bo'lgandek, savdo setiqdimi ziyoda elish bor dedi. Allah savdo setiqni halol qildi, jazonini harom qildi. Kimki Robbi tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin jazoni qilishdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Kimki jazoni xo'rliqqa qaytadi ekan, mundaqlar do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah jazonini barakatsiz, foydasini yo'q qilib, uningga aralashgan molni to'zitib etadi. Sadaqani o'stirib, foydasini ziyoda qilib beradi. Allah har qanday tuzkur gunohkorni qat'iy yoqtirmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, namozni mukammal ado qilgan va zakot bergan kishilarga Robbining dargohida to'liq mukofot bor. Ularga qo'rqinch yo'qdir. Ular hargiz qayg'urmaydi. Ey iymon etganlar, agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazonini olmanglar. Agar shunday qilmasanglar, bilinglarki, Allah va uning payg'ambari sizlarga qarshi urush e'lon qiladi. Agar jazonidan qo'l yig'ib tavba qilsanglar, sarmoyanglar sizlar uval qilmagan va uvalchilikqa uchirmagan holda o'zinglarga qaytadi. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguchi muhlat beringlar. Agar bilsanglar, u qarzni uningdan kechirayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirildigan, ondan har kim qilgan yaxshi yomon amalining natijasini qilchi uvalchilikqa uchirmagan holda to'liq ko'radigan kundan qo'rqinglar. Ey iymon etganlar, muddat belgilab o'zaro qarz muomalasi yoki nisi savdo qilsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Aranglardagi bir putukchi uni odillik bilan yozsin. Putukchi Allah uningga bildirgandek yezib berishni rad qilmay, hammani aynan yozsin. Qarzdor odam aynan aytib bersin. Robbi bo'lgan Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kamaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam galvon yoki kam aql va yoki o'zi aytib berolmaydigan ahvolda bo'lsa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib berib yozdirsin. Sizlar aranglardagi ikki er kishini guvohlikka taklif qilinglar. Agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, ikki ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu ikki ayolning biri unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikka chaqirilgan vaqtida guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Bunda qilish Allohning nazarida eng adolatlikdir. Guvohlik uchun eng isbotliqdir va gumonlanib qolmasliginglarga eng yaqindir. Lekin aranglarda qilishgan qo'lma-qo'l savdoda hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, aniqki bu sizlarning Allohning itoatidan chiqqaninglar demakdir. Allohdan qo'rqinglar.
Allah sizlarga dunyo va oxiratlikinglar uchun foydali ishlarni shundoq o'rgatadi. Allah hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib xat yoza oladigan odam topolmasanglar, bu chaqda qarz berguchiga biror narsani raniga topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda bir-biringlarga ishinib, hujjat yoki rani talab qilmay qarz bergan bo'lsanglar, u chaqda qarz olg'uchi odam uni egasiga vaqtida qaytarsin. Rabbi bo'lgan Allohdan qo'rqsin. Guvohlikni yushirmanglar. Kimki uni yushirdi ekan, bilsinki uning dili gunohkordir. Allah qilmishinglarni to'liq bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Dilinglardagini mayli oshkora qilinglar, mayli yushiringlar. Uning uchun Allah sizlardan hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishini jazolaydi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Rabbi tarafidan uningga nozil qilingan Qur'onga iymon keltirdi. Mu'minlarmo iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga, Allohning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular biz iymon aytishda Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib o'tmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Ey Rabbimiz, biz sening mag'firatingni tilaymiz. Oxir qaytadigan joyimiz sening dargohingdir dedi. Allah hech kimga qurbi yetmaydigan ishni yuklamaydi. Kishining qilgan yaxshiligining mukofoti o'zigadir. Yomonligining jazosi mo o'zigadir. Ular yana: "Ey Rabbimiz, agar biz unutib qolgan yoki xatolashgan bo'lsak, bizni jazoga tortmag'in. Ey Rabbimiz, bizdan ilgarikilarga yuklaganingga o'xshash bizga ig'ir yuk, majburiyat yuklamagin. Ey Rabbimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin" dedi.